ushbu kablugimizni 2025-yilda rosa trend bo'layotgan ushbu kablugimizni yana bitta novinka modeli keldi qizlar, ko'rishingiz mumkin. Ichlari ham mana yumshoqqina ekan, labutindan qizlar. Mana tovoni yopib turadi. Menga mana shunaqa yoqadi-da, pasonoshga kiysanglar-da, oldi ochib, tovoni yopib bo'lsa zo'r turadi, qanaqadir baribir ko'zga chiroyli ko'rinadi. Bu ham xuddi shunaqa ekan. Razmerlarimiz 35 dan 39 gacha. Labutinni kelgan, mana bunaqa modeli ham kelgan qizlar. Nежный, необычный kabuklarni ham qaranglar, qalin emas, ingichka emas, mazza qilib kiyishlik. Yana bitta Miu Miu brendlari tushirilgan modelimiz qizlar. Ortiqcha izohlash shart emas bularimizga. Keyin buni o'qishga tili ojiz qizlar. Ko'p novinkalarimiz kelibdi. Bunimiz ham Lamintadan qizlar. Va shu udobniy oyoq kiyim. Mana shunaqa oyoq kiyimlar olib kiysanglar juda ham qulay bo'ladi qizlar. Oyog'inglar umuman og'rimaydi.